Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha Yangi Toshkent qurilishining birinchi bosqichi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Ma'lumki, Yangi Toshkent shahriga 2023-yil 18-mart kuni tamal tosh qo'yilgan edi. Shu munosabat bilan o'tgan marosimda davlatimiz rahbari u yashil shahar bo'lishini aytgan edi. Bu havo va suv tozaligi, muqobil energiya manbalari, daraxtzorlar ko'pligi kabi maqsadlarni o'z ichiga oladi. Toshkentning yashil belbog'i loyihasi shu yerdan boshlanadi. 420 gektar maydonda markaziy bog' barpo etilib, 200 ming tup daraxt ekiladi. Buning uchun ish hozirdan boshlanib, 50 gektar maydonda ko'chatxona tashkil etilgan. Prezidentimiz shu yerda bo'lib navnihollarni ko'zdan kechirdi. Bo'lajak daraxtzorlarning landshaft dizayni, sug'orish va parvarishlash tizimi haqida ma'lumot berildi. Yangi shaharda tegishli vazirlik va idoralar ishini tashkil etish uchun vaqtinchalik ma'muriy binolar qurilmoqda. Prezidentimiz ulardagi sharoitlar bilan ham tanishdi. Hozirda yengil konstruksiyalardan 4 ta bino va yordamchi inshootlar barpo etilgan. Bunda to'liq mahalliy qurilish materiallaridan foydalanilgan. Ofislar open space uslubida bo'lib, har birida 250 nafargacha xodim faoliyat yuritishi mumkin. Joriy yil 3-aprel kuni Yangi Toshkent shahrida ilk inshootlar qurilishi boshlangan edi. Davlatimiz rahbari bu ulkan loyiha ilm va ta'lim maskanlaridan boshlanayotganiga urg'u berib, bular ma'rifatli jamiyat barpo etish g'oyamizning asosi va namunasi bo'ladi degan edi. Kecha prezidentimiz ushbu majmualar qurilishini borib ko'rdi. Shulardan biri O'zbekiston Milliy kutubxonasi. 4 qavatli majmua o'z nomiga mos milliy dizaynda bo'ladi. Jami 30 ming kvadrat metr maydonda bir paytning o'zida 1420 nafar kitobxonga sifatli xizmat ko'rsatiladi. Bu yerda kutubxona fondidagi adabiyotlarni munosib saqlash, sanoqdan o'tkazish, xavfsizlikni ta'minlash va sterilizatsiya qilishga mo'ljallangan maxsus asbob-uskunalar o'rnatiladi. Shuningdek, majmua ko'p funksional bo'ladi. Zamonaviy kutubxonada xodimlar ham shunga munosib bo'lishi, ilg'or axborot texnologiyalari va xizmatlarini yaxshi bilishi kerakligi ta'kidlandi. Shu bois O'zbekiston Milliy universiteti va boshqa o'quv yurtlarida kutubxonachilar tayyorlash sifatini oshirish vazifasi qo'yildi. Mamlakatimizning 14 ta shahrida kutubxona filiallarini tashkil etib, hududlardagi aholining ham kitob o'qishiga qulaylik yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shaharda Toshkent davlat pedagogika universiteti hamda Yangi O'zbekiston universiteti uchun zamonaviy majmualar ham bunyod etilmoqda. Prezidentimiz ularning qurilish jarayonini ko'zdan kechirdi. Universitet uchun 40 gektarlik maydonda 20 ming talabaga mo'ljallangan o'quv binolari quriladi. Shuningdek, 5 ming o'rinli yotoqxona, 300 o'rinli bog'cha, 616 o'rinli maktab, 588 o'rinli akademik litsey, sport va madaniyat saroylari, amfiteatr va boshqa inshootlarni o'z ichiga oladi. Bir so'z bilan aytganda, yuqori reytingli xorijiy oliy ta'lim muassasalari tajribasi asosida bog'cha, maktab, universitet yaxlitligidagi innovatsion pedagogik klaster tashkil etiladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan Yangi O'zbekiston universiteti oliy ta'lim tizimida yangi daraja bo'ldi. Uning o'quv dasturlari dunyo reytingida yuqori o'rinda turuvchi universitetlar professor o'qituvchilarini jalb qilgan holda Germaniya standartlari asosida ishlab chiqilgan. Bu yerda o'qish istagida bo'lgan yoshlar soni yildan-yilga ortmoqda. Bugungi kunda muassasada 1000 nafardan ortiq talaba ta'lim olmoqda. Universitet uchun yangi majmua qurilishi 3 bosqichda olib boriladi. Dastlab o'quv binolari va rektorat bunyod etilishi ko'zda tutilgan. Yakunda 10 ming nafar talabani qamrab oladigan 5 ta fakultet, bir vaqtning o'zida 8 ming nafar talabaga xizmat ko'rsatadigan rektorat binosi qad ko'taradi. Kutubxona, muzey, ko'rgazma zali, multimedia xonasi, sport majmuasi, suzish havzasi tashkil etiladi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun 286 o'rinli turar joy, talabalar uchun 2000 o'rinli yotoqxona qurilishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari bu majmualarning kelgusidagi ahamiyatiga to'xtalib, o'quv jarayonini oqilona tashkil etish muhimligini ta'kidladi. Bu ma'rifat maskanlari yoshlarimizga investitsiya. Ulardagi yo'nalishlar, dasturlar, ta'lim sifati va kasblarda yangi O'zbekistonimizdagi marralar mujassam bo'lishi kerak. Bugun bilim olayotgan yoshlar kelajakda mamlakatimizni oldinga boshlaydigan, muammolarni hal etadigan kalit, dedi prezident. Davlatimiz rahbari shuningdek, Yangi Toshkent shahrida transport infratuzilmasi va muhandislik tarmoqlari qurilishi bilan tanishdi. Ma'lumki, mazkur shahar 1 million aholi yashashiga mo'ljallangan. Infratuzilma shunga mos va uzoq muddatli bo'lishi kerak. Shaharda infratuzilma turmush va ekologiya mutanosib bo'ladi. Masalan, ekologik transport tizimi tashkil etiladi. Metro va elektrobuslar uyg'unlikda harakatlanadi. Transportlar qatnovi uchun 14 ta tunnel, 100 ming avtomobilga mo'ljallangan yer osti turargohlari quriladi. Piyodalar hamda velosipedchilarning to'siqsiz va xavfsiz harakatlanishi uchun keng qulaylik yaratiladi. Bugungi kunda bo'lajak chorahalardan birida ustunlar poydevorini qo'yish va gidrolizatsiya ishlari bajarilmoqda. Prezidentimiz bu jarayonni ko'zdan kechirdi. Kelajakni inobatga olib qurilishda yuqori sifatli va tashqi ta'sirlarga chidamli mahsulotlardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berildi. Shaharda zamonaviy urbanizatsiya talablari asosida aqlli texnologiyalar qo'llaniladi. Yurtimizda ilk bor 3 generatsiya stansiyasi quriladi.
Oqa va suvlar ham zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlanib, sug'orish va texnik maqsadlar uchun yo'naltiriladi. Davlatimiz rahbariga Yangi Toshkentning birinchi bosqichda ko'zda tutilgan loyihalar haqida ham axborot berildi. Auksion orqali sotuvga chiqarilgan yer uchastkalari g'oliblari o'zlarining investitsiyaviy loyihalarini taqdim etishdi. Shaharga ko'plab mahalliy va xorijiy investorlar qiziqish bildirmoqda. Xususan, birinchi bosqichda 490 million AQSh dollari qiymatidagi 11 ta ko'p funksiyali majmua, mehmonxona va restoranlar loyihalari boshlangan. Yangi yilda shaharning keyingi bosqichlari uchun yer uchastkalari bosqichma-bosqich taklif qilinadi. Har bir bosqichda yangi investitsion imkoniyatlar va loyihalar taqdim etiladi. Bu o'z navbatida nafaqat shaharni rivojlantirish, balki ko'plab yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlashga ham xizmat qiladi. Umuman, kelajakda shaharda innovatsion texnologiyaga asoslangan yuqori daromadli 200 ming ish o'rni yaratiladi. Buning uchun yangi texnoparklar, IT park, ta'lim va tibbiyot klasterlari tashkil etiladi.